Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslagı 2023 yıl 8. ayının 2. günü vatandaş. Haftiga. Çarşamba. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyalarımız Devlet Meclisi maqullagan kanun layihə bu Tayvan'a münasibetlik. İkincisi sizlerge sözleydiğin leksiyimiz Amerika Qo'shma Shtatlari yeni tayinlangan Jungo Tashqi ishlar ministri Wang Yini Washingtonni ziyorat qilishga rasmiy taklif qildi. Mavzuli xabar 8. ayının 2. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandı. Kulib qo'ying vatandoshim, kulib qo'ying. Men tunigan dedim sizga. Mehmon kutish mahkamasining boshlig'i Shimoliy Amerika Yangtowni chaqirib keldi. Washingtonga so'zlashimiz sen bilan dedi. Bu ko'ch Moşa ko'chni Allah Amerikaga ato qilsin. Nusrat, bu nusratni Allah Amerikaga ato qilsin. Amerikaning nüfuzini ziyoda qilsin vatandoshim. Maqama. Men turgan sizga nima dedim? Mushundaq dedi. Yangi tayinlangan Wang Yini Amerika Qo'shma Shtatlari endi Yangtowdan keyin chaqirib Washingtonni ziyorat qilishga taklif qildi dedi. Bu Washington Aqsaroyning tilida taklif değildi. Sizin bizning tilimizni chaqirib kelindi değildi vatandoshim. Esangizdami shundaq deymiz. Kelisan, ben sen bilan suhbatlashman. Tunigun bir dedim go suhbat nimada. Leksiyada muhokimada shundaq dedim. Mana ko'ring, nima deganda uningda meni kulib qo'ying deganim. Vaqt yetishganda yoki vaqt pishganda yoki vaqt to'g'ri kelganda chaqiramiz degan edi. Undaqda sizning bizning tasavvurimizda paydo bo'ladigan ya yarim oy, ya bir oy yoki bir hafta shu oraliqda chaqirishi mumkin-di. Yo'q. 24 soat o'tmayla bu chaqiriqni Yangtowning qo'liga bergan gap vatandosh. Mana deyildi xabarda. Yangtowning qo'liga berganda bu chaqiriqni ayni chaqda mana qarab turaman hikoyaga. Mayat zil bir jumla hikoya bor. Bu chaqiriqni ayni chaqdagi Qinggongga avatishga tayyorlangan chaqiriq ekan vatandosh. Yoki taklif ekan. Ben dedim ki tunigan 6. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qilganda minister Wang Yini minister Qinggongni Washingtonni ziyorat qilishga taklif qildi. Bir hafta o'tmayla shundan keyin Qinggong g'oyib bo'ldi dedi vatandosh. Hikoyaning ichida hikoya bor. Men bir kecha degan kitobni o'qiganman. Cho'chakning ichida cho'chak bor. Mana qarab turing hozirda shu chaqiriqni bu qatam chaqirib elib kelib Washingtonda suhbat o'tkazgan Jungo Shimoliy Amerika mehmon kutish mahkamasining boshlig'i Yangtowning qo'liga bu chaqiriqni tutqazgan gap. Endi bu yerdagi inchkilik nimada? Bu chaqiriq sizning bizning tilimizda Aqsaroyning tilida taklif. Buning yozilgan ism Qinggongning ismi vatandosh. Bu ayni vaqtda tayyorlab qo'ygan chaqiriq degan gap. Bu da onu o'zgartib Qinggong degan ismni o'zgartib o'chirib tashlab, uning o'rniga Wang Yi deb yozmagan gap. Ko'rdingizmi? Hikoyaning qattiqligi mana shu yerda vatandoshim. Buningda nima deyildi desangiz, men sizga aytaman, mana qarab turing, ha? Mana qarab turing, mundaq deyildi. Bayonotchi Miller, Davlat Mahkamasining bayonotchisi. Biz albatta, yani Amerika albatta Jungo tarafning bu taklifni qabul qilishini umid qilamiz. Wang Yini Washingtonga chaqirib kelib suhbatlashish taklifimizni qabul qilishini umid qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bayonotchisi Miller bu qatam minister Wang Yining Washingtonni ziyorat qilishining amalga oshishini umid qilamiz. Tushundingizmi? Ama gap qarab turing, ha?
Lekin vaqtni tehi o'rinlashtirmadik. Bu bir cümle ahırda. Bunda chaqiriq ve teklif to'g'risida so'ralgan savollarga Jungoning Washington turishliq bosh elchixonasi derhal cevap berish talablariga javob qaytarmadi. Yana qarab turing, bir avzasi Amerika Davlat Mahkamasining bayonotchisi Madimiller Jungo taraf Amerika tarafından Jungoning tashqi ishlar ministerining Wang Yining Washingtonni ziyorat qilishini taklif qilgan taklifini Jungo taraf qabul qildimi yo'q? Bayonotchi Miller bu to'g'rida bir nima demadi. Qarab turing. Lekin so'zni to'liqlab turib, mundaq ko'rsatdi. Washington chaqiriq taklifini Jungoning qabul qilishini umid qiladi. Nima qarab turasiz? Men sizga nima qarab tur dedim vatandoshim? Washington Beijingning yoki Jungo tarafdan minister Wang Yini chaqirib elib kelib Washingtonda suhbatlashishga Jungo hukumatining qabul qilishini yoki ma'qul deyishini umid qiladi. Buyruq yoshirilgan cümle vatandaş. Şuna ben sizin dikkat kılım. Buyruq yoshirilgan cümle. Kilisen. Yangtao geldi, endin evet sen geldi, sen kilisen, ben sen bile sözleşmem. Bu şundak aytkanda vatandaşım buna ma'nisi nima desangiz? Biz baştan ahir sizlarga so'zlab keldik, eng oliy yo'l yo'q. Aqsaray Davlat Mahkamasi Davlat ishlar katibi Antony Blinken, Aqsaray Davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan 2021-yil 3-oyning 18-19 kuni Alyaska suhbati Jungo taraf vakili Yang Jiechi, anondan keyin minister Wang Yi, Amerika taraf vakili Davlat ishlar katibi Antony Blinken, Aqsaray Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan, 4 erbab, ikki davlatdan 4 erbab, diplomatiyaga munosabatlik erbablar yoki diplomatik amaldorlar Alyaskada suhbat o'tkazdi. Vatandoshim, suhbatda Davlat ishlar katibi Antony Blinken birinchi bo'lib so'z ilib so'zida Xinjiang, Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan Jungoning ichki ishi emas. Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan hargiz Jungoning ichki ishi emas. Ikki qatimliq axborotchilarning axborot Tayvan medialarining axborotini ikki xil nosisi men sizga topshirib bo'ldim. Xo'sh, qarab turing. 2021-yil 3-oy. Bu katta deyli, Alyas suhbati katta deyli. Bular davlatning ikkinchi qo'l rahbarlari deyli. Endi davlatning birinchi qo'l rahbari prezident Joe Biden 6-oyning 16-kuni Janva Prezident Vladimir Putin bilan Janva suhbati. Onun 2 kun burun 6-oyning 14-kuni Amerika CBS televiziyasining danglik muxbir Simon Apandining 6-oyning 14-kuni Kreml sarayida Prezident Vladimir Putinni intervyu qilib Uyg'ur degan bir millat va bilamsan, tunimsan degini vatandosh eshilib ketdi. Shundaqmi? Gaplar eshilib ketdi. Dunyo eshilib ketdi. Dunyoga deyilib ketdi. Dunyo bilib ketdi. Lekin abstrakt, prinsip shaklda bilib oldi. Konkret jarayoni yo'q. Konkret jarayoni chiqqan vaqtda bu prinsip to'liqlanadi. U vaqtda Uyg'uriston masalasi xalqaro to'liq masalaga aylandi vatandosh. Shunaqa aytdimmi? Mening demoqchi bo'lganim 2021-yil 3-oydan keyingi 9 oy vaqt. Jungo Kompartiyasi sizga berilgan vaqt. Qadamni moslashtirish uchun berilgan vaqt. Tartibni tiklash uchun berilgan vaqt. Tibet masalan Uyg'uristonda xizmatlarni ko'zdan ko'chirishga berilgan vaqt. O'rinlashtirish uchun berilgan vaqt. Bizning deganimiz bo'yicha ishlaysiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining maydoni bizning deganimiz bo'yicha ishlaysiz.
2021 yılı 7. ayının 21. günü Reis Xi Jinping tuyuqsuz Li Hasan'ı ziyaret kıldı. Tekşürüş, hizmetlerini uğurlaştırış. Sizge berilgen vakit 2022 yılı 7. ayının 1. günü Reis Xi Jinping Ürümçini ziyaret kıldı. 14 gün. Hizmet tekşürüş ve yana hizmet uğurlaştırış, tertipleştiriş. Demek 2021-2022 yılı muşunda ayaklaştı. Ayaklaşkanda Tibet ve Li Hasan'ın hulasesi nim oldu bu jel? 2. ayının 9. günü nemi değildi? Tibet'nin öz takdirini özü belgeleş hukukunu Cumhuriyet Partiya hükümeti tartıp aldı. Tibet'nin öz takdirini özü belgeleş hukukunu halkara cemiyet tartıp aldı. Xudu şunun okşaş. Uygurlar için bu ağırlık nemi değildi? 2022 yılı 8. ayının 31. günü Birleşken Devletler Teşkilatı Barçilet Hanım Ürümçini tekşürüp gülüp yani 5. ayının 23. günü Ürümçi'ye düşüp Ürümçini Keşker'de közlü küçürüp tayyarlagan materyal bu içe Uygurların kişilik hukuku ve Uygur kırgınçılığı doğrusu dünyaya dakalat ilan kıldı. 8. ayının 31. günü. Bu hem siz için kademli doğrulaş, kademli maslaştırış, Amerika'nın diğinine cevaben cevap kaytırış. Yani bir geriş uyakka, bir geriş bu yak etmeydi. Tibet meselesi kadar bir taraf kılısız. Uyguristan meselesi kadar bir taraf kılısız. Vakit kaçar. Belki bu vakit Amerika'nın koluda. Ben dedim bu. Prezident Joe Biden zaman demleri. Vakit şunun içinde. Prezident Joe Biden vakit demleri. Vakit şunun içinde. 2021 yıl ketdi. 2022 yıl en ahırda kandak oldu vatandaş. 11. ayının 2. günü Uygur'un meselesi Birleşken Devletler Teşkilatı Milletler Komitesi toxtadı. 11. ayının 14. günden 16. günü geçi Endonezya'nın Bali'de arıldı ötküzülgen 20 devlet yığını. Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping ile söhbetleşti. Belki mesele katı koyuldu. Bunun cevaben Reis Xi Jinping kandak cevap kaytırdı vatandaş. 11. ayının 24. günü Ürümçi'de binalık öyge ot koyup verip 84 nefer Uygur'unu köydürüp öldürdü. Bu Amerika Koşmuş Ştatları'na verilgen cevabıydı. Amerika Koşmuş Ştatları'nın talepleri ve otur koygan fikirleri ve uğurlaştırışlarına Xitay hükümetinin bergen cevabıydı. Çöndünüz mü? Şunun dikinin oldu. 11. ayının 25. günü Ürümçi'ye çıkıp yerleşken, Uyguristan'a yerleşken Xitay köçmenleri namayış kıldı. Ömrünüzde anlap bakmagan, köş görümen de püşünüzü gömeysiz. Bir Xitay'nın grup bilişip, namayış teşkillep, Uygur'da kollap küçüğü çıkıp namayış kılışı bu bir mücize. Şu vakti New York'taki macunnim dedi. Maşanışın ben. Bu ya ki zamanın, dünyanın, tarihinin uğurlaştırılışı ya ki başkaça aytkandı bu belki intayın kudretlik bir kolunun teşkillisi dedi. Ben bugün nemi deymen? Sen 24. günü 11. ayının ötken 24. günü ot apt peyda kıldın. 84 nefer Uygur'unu 3 yaşlık balıdan tatıp köydürüp öldürdün. Ahire halkara cemiyet bu namayış şeklinde sana cevap verdi. Şunçilek eytaycımı halkara cemiyet namayış şeklinde sana şunçilek cevap verdi. Bu namayışın ismi Cumhuriyet tarihinde ve milletler meselesiyle bağlı ak kağız inkılabi de yazıldı. Sana 2 yıl vakit verdik. Van Yi efendi vakit toştu. Biz Çingan'ı Washington'a teklif kıldık. O vaxtıda Cumhuriyet Taşkı İşler Ministerliğinin ministeri siz emesiydiniz. Siz bu septin ketken idiniz.
Çingang degan bir odam saylangan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi 6 ayning 18 kuni Beijingni ziyorat qilib, Çingangni taklif qilgan edi. Afsus, bir hafta ichida bu arbob ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hozirgacha yo'q. 7 ayning 25 kuni uning Tashqi ishlar ministrlik amali Xalq vakillar qurultayining doimiy komitetida elib tashlandi. Biz shu kishini Washingtonni ziyorat qilishga taklif qildik. Biz shu kishiga Washingtonni ziyorat qilishga taklifnoma yozdik. Bugun bu taklifnomani mehmon kutish mahkamasining boshlig'i Washington yetib kelib, Washingtonda arboblar, davlat arboblari bilan bir kun suhbat o'tkazgan Yangtov apandi sizdan qo'lingizga topshirdik. Ümid qilamiz. Aqsaray ümid qiladi. Jungo hukumati bu taklifni topshirib elib, minister Wang Yi'ni Washingtonga avatishga qo'shiladi. Ümid qilamiz. Tushundingizmi? Ümid qilimizning ichida buyruq jumlaning angizasi bor vatandosh. Amerika bu. Amerika bir davlat sifatida bu davlatning nufuzi oldi. Turgan nima dedik? Prezident Joe Biden nima dedi? Sen mening ko'z oldimda yampi deyshaq. Sen mening nazoratim asıl. Bugun Yangtovni abatdan so'zlish bo'ldik. Masala shu gap shu, lekin nima deyildi? Siz bizga notayin. Voy, siz bizga ayon emas, kechiringlar. Ayon emas. Endi yana shu suhbat bo'yicha prezidentning voy Aqsarayning taklifi bo'yicha endi sizdan tashqi ishlar ministeringiz, yangidan tayinlangan ministeringiz Washington keldi. Biz suhbatlashamiz. Hozir endi mumkinlik 11 oydagi mumkinlik Reis Xi Jinping San Fransiskoga Osiyo Tinch okean yoki Ulug' okean savdo hamkorlik yig'iniga kelib qatnashamda qatnashmamni men dedim-ku sizga. Xitoyning xarakterini aytganda cho'qim keldi vatandosh. Hozir Osiyoda yangidan qurilgan TTP Osiyo Ulug' okean, Tinch okean, endi Tinch okean Osiyo iqtisod ramkasi TPP. Burunqi TTP'ga hozir iltimosga Jungo chet qoldi, shunami? Bu imzolanib bo'ldi, kelishim bo'lib chiqib bo'ldi. Savdo birligi, savdo rayoni bo'lib ayrilib bo'ldi. Jungo yetim qoldi, lekin Jungo buning iltimos yozdi. Ko'rdingizmi? Shunga mushu tariqada, mushu xarakterda Jungo taraf bu yil 11-oydagi San Fransisko yig'iniga cho'qim keldi. Cho'qim keldi. Kelishdan oldingi qadami Wang Yi'ning Washingtonga chaqirilishi. Gapning uzoyiga kelaylik vatandosh. Vaqt taqozzoligi seni saqlab turmaydi, meni saqlab turmaydi. Bundan boshqa Amerikaning yana qiladigan ishi bor. Biz bu masalani so'zlashib mushak elib keldik. 7-oyning 8-kuni Dalay Lama bizlar suhbat quradigan bo'ldi Jungo dedi. Balki suhbat boshlandi. Endi navbat keldi. Uyg'uriston masalasiga nima deysan? Uyg'ur qirg'inchiligi nima deysan? Biz 2021-yili 3-oyning 18-kuni Uyg'uriston masalasi herkes Jungoning ichki ishi emas dedik. Bu prinsip, bu tarix, bu amaliyat, bu siyoset, bu real siyoset. Çünkü Uyg'ur Washingtonga kelib yig'layotdi. Çünkü Uyg'ur Washingtonga kelib da'vo qilyotdi. Gerçi bu yer kelayotgan, ketayotgan Uyg'urning mutlaq ko'p qismi Tungjan bu. Mutlaq ko'p qismi Xoyshan tuman. Lekin shundaq bo'lsa-mu, Washingtonda yig'layotgan ayrim odamlarning so'ziga olamiz, so'ziga ishonamiz, Uyg'urning so'zini angladik. Uyg'ur Washingtonda yig'layotdi. Beijing javob berasan. Yangtov marhamatsiz qaytsiz Minister Wang Yi Washingtonga keldi. Ümid qilamiz dedi Aqsaray. Ümid qilamiz dedi davlat mahkamasi Amerika Qo'shma Shtatlarining. Ümid qilamiz, bak chiroyli gap-a. Ümid qilamiz. Bu umidni qilayotgan taraf nopos. Bugungi dunyodagi davlat statusidagi mutlaq nopos. Amerika Qo'shma Shtatlarining nopozi so'zlayapti.